ishlab chiqarishi bor qadrdon akalarimiz uchun, tadbirkor akalarimiz uchun transportyorniy konvertlar. Bu qayerlarga kerak bo'ladigan savollarga ehtiyot bo'lamiz. Do'stlar, qadrdonlar, sizni ishlab chiqarishingiz bor. Shlaka bloy deysizmi yoki gaza bloy yoki pena bloy yoki sement bir joydan ikkinchi joyga yoki g'isht zavodlarga kerak bo'ladigan mahsulot bo'ladi. Ya'ni g'ishtni o'sha yuk mashinalariga ortishga mana shunday konvertlar kerak bo'ladi. Biz bugun Farg'ona viloyati qayerga? Kirgili temir bozoriga kelganmiz. To'liqroq ma'lumotni shu ishlab chiqaruvchi akalarimiz, ya'ni hurmatli akalarimizdan bilib olamiz. Assalomu alaykum aka, mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Manzil shu Kirgili dedik. Kirgili temir bozori. Bu yerda endi to'liq ma'lumot beradigan bo'lsak, aka, bu aka nima ish qilyapti hozir? Bu shinek, bu zakaz olganmiz, latoyli shinegimiz. Diametri 400 lik. Bunisi ichida farmasi, bunisi latoyga, mana latoyga ham tayyor bo'lyapti. 4 metrlik hozir ha bu. Bu 7 metr bo'ladi, o'rtada stig bo'ladi har bittasini. 3 metr, 4 metrda stigi bo'ladi. 7 metrda butunicha qilib olmay stigli qilinadi. Sir bo'lmasa endi mana shu qayerga ishlanadi aka? Bu Shipr zavoddan zakaz bo'lgan, o'sha qanaqadir o'sha mahsulotni to'g'riga toshib beradi latoyda. O'sha mishalkaga toshib beradi o'sha qanaqadir. Mana bu narsasi ham latoy bu. Latoy. Ashuni ichida turadi. Tayyori ham uni turib qo'yibdi. Tayyorini ham ko'rsangiz bo'ladi. Maşallah. Do'stlar, nima deymiz? Mana bu ishlayib turgan jarayoni mana. Bu konvertimiz Buxoroga zakaz bo'ladi, 5 metrlik, eni 50 sm. Nimaga foydalanadi aka buni? Buni o'sha shlaka blok sexda mishalkaga tashlab beradigan, o'sha metpisoidni mishalkaga tashlab beradigan konverter bu. Bitta joyda turib ishlaydi. E'tibor berasizlar. Endi bunisi mana g'ildirayli mini konvertlarimiz. Bular bu yerda juda ham ko'p. Qop deysizmi yoki o'sha tashlab beradigan narsalaringizni yetalab qoplar, korobkalar tepaga tashlab beradi, tepadan pastga ham tushirib beradi. O'zi mana shu yuk mashinaga nima deydi? Juda ham o'ng keladigan qilib qo'ygan ekansizlar. Bu yerda misol nima narsa bo'ladigan bo'lsa ham yelkalab ko'tarib yotmaydi-da, yuk mashinaga otib beradi. Bitta libyotkasi bor, libyotkasini aylantirsa, u pasayib balandlashadi, o'sha legirovka bo'ladi. Legirovkasi. Hozir bunisini aylantirib ko'rsatib beramiz. Bu o'sha baland bo'lib tushirilib ketilaveradi. Hozir buni oldiga tortaylik. Mana kela. Ko'tarilyapti. Ko'tarilyapti. Endi tushirsa ham bo'laveradi. Ha, tushirsa ham bo'ladi. Ya'ni o'sha qanaqa mashinaga yuklasangiz, mashinaga mos olasiz yoki birorta boshqa uskunaga yuklasangiz, o'zingiz o'sha bemalol tabga qarab mos olaverasiz. Bo'ladi aka, yashang. Aka, bu yerda nima deydi? Yo'q narsani o'zi yo'q ekan. Hamma ishlab chiqaruvchi tadbirkor akalarimiz uchun men topa olmadim yoki qadar topib bo'lmadi degan narsalarni hammasi shu yerda bor ekan aka. Lentalarimiz bor mana. Ha, bu lentalar. Ha, mana rossiyskiy lentamiz bor. Qara yubqaliga qarab, ha, har xili bor. Mana shilingani bor, shilinmagani bor, mana yangisi ham bor. Tros ham bor, mana kimga tros kerak bo'lsa. Mana shu lentalarni o'zini ham sotilaveradimi? Sotilaveradi metr. Arzoni necha pul 1 metr? 140 mingdan 600 minggacha ketaveradi. Trosimiz-chi aka 1 metr. Troslarimiz oltidan 32 gacha razmeri bor. Mana shu necha razmer? Bunisi 16,5. Necha pul endi? 1 metri buni 34 ming. 1 metr rossiyskiy tros, ha. Mashallah, arzon ekan akalar. Men xayolimda million bo'ladi deb o'ylagandim, chunki trosni vazifasi juda ham kuchli, og'ir. Biz endi bu yerda transportyorniy konvertga barabarlarimizni har xil razmerda tayyorlanganlari ham bor. Ana 150, 200, bu naryoqda mana 300. Aka, mana shunga loyiq o'sha konvert ham bormi hali? Bor, yana bitta. Nima yuk ortadi bu? Agar bular o'sha katta konvertlarda konvertlarni aylantirish uchun ishlatiladi. Barabar. Ana hozir mana 500 ligi ham bitta zakaz bo'lgan. 500 lik. 35 metrlik konvertga qo'yiladi. O'sha zakaz bo'lgan, yasatib qo'yiladi. Bu endi ko'targanda tonnani ko'taradi, to'g'rimi? Bular o'sha mahsulot tepaga toshiydi. Maşallah, akalar. Bular endi o'sha 300 lik, 400 lik barabanlarimiz. Endi bizda rolilar ham bor. Roliklar. Rolikli nima deydi buni? Transportyorniy rolik.
o'sha konvertni Kranlar ham bor ekan mana. tagida lentani tagida aynan rolilarimiz bor. Har xil razmerda o'zimiz yasab beraveramiz rolilar mana bexijolat. Stenkasi 3 stenka, svarka kurugli. Sentrlari bor. Maşallah. Sotuvda bor aka. Transferlarimiz bor mana rolilarda ushab turadigan. Mana shu latogimiz buzilib qoldi deydigan bo'lsak, bu yerda hamma zapchastlari bor. Remontdan qilib beramiz. Mana bu narsaga bitta keltirib o'taylik. Nima o'zi bu? Bunisi endi hozir Ko'rganlar bormi? bir kishi zakaz qildi, o'sha yangi qurilayotgan domlarni tomiga o'rnatib turib, pastga o'sha 300 kilolik narsani tepaga tokda olib chiqib, burib, aylantirib aylanadi mana u. Aylanadi. Mana bunisi mana bunda ko'rsatib beraman. Bitta odam zakaz qilgan buni ham. O'sha mahsulot tomga olib chiqish uchun. Tinib tinchimagan odamlar nimalarni o'ylab 4-etajdanmi, 5-etajdanmi tomga o'rnatib olgandan keyin mahsulot g'ishtmi, qummi, semenmi, bemalol insonlik yelkasida toshiydigan hamma narsani bemalol tomga olib chiqib olish uchun buni suv bo'lamiz, zakaz qilgan, buni qilib berdik. Buni hozir tayyor bo'lsa olib ketadi. Ishlashi ham juda yengil. Ha, ishlashi tokda ishlaydi, odam ishlamaydi, tevaziga ilib bersa olib ketaveradi. Mana shu don qo'yadigan akalarimizga esa kiramdan arzon tushadi-da. Necha pul tushadi? Ha, endi bu mini-da bu. Ha, endi buni narxini hozir plitani olmaydi-yu, lekin undan tashqari hamma yengil, masalan, qurilish materiallarini tomga olsa bo'ladi. Necha pul chiqadi endi mana shuni narxi? 6,5 milliondan atrofida chiqadi. Maşallah. Akalar bittadan. Bunga motor reaktor o'rnatiladi, tros o'rnatiladi. Keyin mana shunaqa narxi juda ham arzon. Juda ham arzon akalar. Xo'sh. Keyin bu yerda turbali yo'q narsamiz yo'q. Turbali shineklarimiz ham bor mana. Bu yerda sementni misolkaga tashlab berish uchun shineklarimiz tayyor bo'lgan. Ha. Buni ko'rganmiz haqiqatdan. Bu endi bu lapelisi bo'lsa, bu turbalisi bu. Hozir razmerini shu shinek bor, bunaqa spirali bor, to'g'riga toshiydi endi bu. Buni ham bitta zavod zakaz qilgan, Shipr. Nima bo'ladi ichida? O'sha sementga o'xshagan rasibli narsani to'g'riga toshib beradi. Toshib beradi. Misol bu tomondan kirsa, aylanib aylansa u tomonga toshiydi, to'g'riga toshiydi. Bu tepaga toshiydi bu sementni. Tushunarli. Mishalkani tagida nimani bunkeri tagidan mishalkaga ulab berasiz, toshib beradi. Sizga aka kimlar aloqaga chiqadi ko'proq? Biz endi g'azzavod, drabilka, sement zavod, o'sha katta zavodlar bilan ishlaymiz. Asosan o'sha yasab beradigan narsamiz ko'proq rolik yasaymiz, baraban yasaymiz. Endi bunaqa mini konvertlar zakaz bo'lsa, zakazga yasab beramiz. Konvertlardan yasab beraveramiz. Razmerlarni berilsa, pulini hisoblab beramiz. Puli to'g'ri kelsa yasab beraveramiz. Maşallah. Xullas tadbirkor akalarimiz yoki tadbirkor bo'lmoqchi bo'lgan akalarimiz bemalol sizga aloqaga chiqsa, mana shunaqa konvert mahsulotlarini bemalol chiqarib o'zlaring olib borib berasizlar. Ha, dastlabki xizmat bor. Mavjud, to'g'rimi? Ishlatib berasizlar. Garantiya kafolatlariga qarab, mana shu konvertlarimizni rezina joyi, yuqi qalinligiga qarab, ishlash muddati, nima ko'tarishiga qarab o'zlaring hisoblab, chiroyli qilib beramiz. Mana shular zakaz bo'lgan, hammasi ular egalari ketadi. Zo'r aka. Videomizni yakunlayveramiz bo'lsa, qanday ma'lumot qo'ygan bo'lsa, bemalol pastda izoh bo'limi bor, ya'ni kommentariya bo'limi bor. Qanday savollaring bo'lsa berishlari mumkin. Bundan tashqari mana shu akamizni mehnatidan, yoki ishidan foydalanmoqchi bo'lsa, yoki mana shunday konvertlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda chiroyli qilib nomerlarni yozib qo'yamiz. Ustalar o'z kanalidan ko'rdim deb bemalol chiqib, mana shunday konvertlarni shu zavodlaringga, sexlaringga chiqarib olib ketishlaring mumkin. Ha, bizning kanalda aka, Ustalar o'z kanali imkon qadar sifatli ustalarni olib chiqishga harakat qilamiz. Ishlaring ma'qul kelyapti, shuning uchun reklama olyapmiz. Ishimiz bexijolat, har kuni chetdamiz, aloqadamiz, qochib ketish yo'q. Nomerlaringizni qo'yib qo'yamiz aka. Telefonlar yoniq, bizda unaqa nima yo'q. Odamlar hozir telefonni o'chirib qochib ketyapti. Bizda joyimiz mana shu, har kuni chetdamiz. Har kuni chetda. 7:24. Yasab bergan narsalarga javob beramiz. Zo'r. Ishlab chiqargan mahsulotlarga javob beradi akalarimiz. Xudo xolasa ko'rishni kuzatishda davom etinglar. Videomiz rivoji uchun va ishlab chiqarishi bor tadbirkor akalarimizga mana shu videoni Telegram nichkalariga tashlab qo'ysalar bo'ladi. Videolarimiz yanada rivojlansin degan akalarimiz bittadan like bosib, kommentariyaga omad so'zini yozib qo'yishingiz chiqmasin. Qani sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Mana yurtimiz doim mana shunaqa musaffo bo'lsin akalar. Salomat bo'linglar.